Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun qisqacha o'zim savdo qiladigan Topstep Pro firmasi, Futures Pro firmasi haqida ozgina obzor qilmoqchiman. Hop, 1 minut. Topstep Pro firmasi bu nima uchun ko'p treyderlar orasida mashhur deydigan bo'lsak, asosan bu tashkil topganiga 10 yildan oshiq bo'ldi Topstep Pro firmasiga va juda ko'plab Amerikada joylashgan bu Pro firma va 10 yildan oshiq yil davomida kelyapti, treyderlarga yordam berib kelyapti. Shu sababdan bu juda mashhur va unda hech qanday aldosh, firibgarlik nimalari yo'q bu profilmada. Siz o'z qoidalarini bajardingizmi, demak siz pulingizni sira yetib beradi. O'sha tomonidan umuman juda shaffof profilmalardan biri bu. O'shaning uchun ham mashhur. Xo'p, qisqacha tushuntiraman. Bu Topstep Pro firmasining ikki xil tarifi bor: standart va no activation. No activation fee tariflari bor. Standart tarifidan boshlab tushuntiraman. Deylik 50 minglik hisob, balansimiz mana mons deyapti. Oylik to'lovli bo'ladi bu standarti. Oylik to'lovi $49 deyapti. $49 bir oy davomida olasan deyapti. 50 minglik shot. Sen uni profit target deyapti. Ikkinchisida deyapti $3000 ga olib chiqishing kerak deyapti. Endi deyapti bir oy davomida $3000 ga olib chiqqan bo'lsa, yana har oy $49 dan olinadi deyapti. Qachon imtihondan o'tguncha deyapti. U endi qancha kontrakt qilishimiz mumkin deyapti. 50 minglik shotda o'zida 5 ta kontrakt ochishimiz mumkin bo'lyapti bitta savdoda. Endi maksimum loss limitimiz, umumiy yo'qotishimiz bo'lsa $2000 dan tashkil qiladi. Bu 50 minglik shotni 4% ni degani. Kunlik bunda bu Topstep Pro firmasida hech qanday kunlik yo'qotish limitlari yo'q, faqat umumiy 4% lik shunaqa muvofiq qoidasi bor, maksimum yo'qotishlar. Endi eng oxirgisida turibdi. Eng oxirgisi bo'lsa bizda activation, bir martalik to'lov pulimiz $149 bo'lyapti. Imtihondan deylik, misol uchun $49 ga oldik va $3000 profit target urdik va undan keyin biz $149 activation fee to'ladik. Keyin bizga express hisob beriladi. Undan keyin bemalol savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu hisob turiga qarab o'zgaradi, narxlar o'zgaradi. Endi 100 minglik ko'radigan bo'lsak, 100 minglik shotimiz bo'lsa, bizda oylik to'lovi $99 turibdi. Profit targeti bo'ladigan bo'lsa $6000. Foyda maqsadimiz $6000 ga olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Uni ham umumiy yo'qotish limitimiz 3% bo'lyapti mana. $3000 mana. Ko'ryapsiz-a? Xo'p, 150 minglik bo'ladigan bo'lsa, $4500 yo'qotish limitimiz bo'lyapti maksimum. Lekin bularning kontraktlari ko'proq mana. 150 minglik shotimiz bo'ladigan bo'lsa, hisobimiz profit targetimiz $9000 ga olib chiqish kerak. Kontrakt bo'ladigan bo'lsa, savdo hajmi bo'lsa 15 lot ochishimiz mumkin bo'ladi. Makrolarda, mikro kichkinalarda bo'ladigan bo'lsa, 150 lotgacha ochishimiz imkonini beradi. Xo'p, endi no activation nimasiga o'tadigan bo'lsak, tarifiga. Bu yerda nima o'zgaradi degan bo'lsak, bu yerda hamma narsa qonun qoidalari bir xil, lekin faqatgina eng oxiridagi to'lov to'lanmaydi. $150 to'lov to'lanmaydi. O'sha sababdan bizda bu biroz qimmatroq bo'ladi. Deylik standartda $49 bo'layotgan bo'lsa, $50 minglik shot. Endi no activation nimasiga o'tadigan, tarifiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bizda $109 turibdi. Xo'p, endi ikkovini ham olib ishlatishingiz mumkin. Bu yangi tarif bu, deyarli hech qanaqa 1 yil ham bo'lgani yo'q. Bu Topstep boshlangandan beri o'zi yangi kiritilgan tariflardan biri bu. Endi 2026-yilda yana bir nimasi qo'shildi, qoidasi qo'shildi. Qanday qoida? Bu asosan muvofiqlik qoidalarsiz ishlardi. 2026-yildan beri 40% lik muvofiqlik qoidalarini qo'shdi va dediki, endi 3 kun ichida siz pulingiz yetish imkoniyatini beradi dedi. Hozir 1 minut. Xo'sh. Agar hozir topa olsam ko'rsataman. No result, xo'sh. Xo'p, lekin bu qonun qoida yaqinda qo'shildi. Hali bir hafta ham bo'lgani yo'q. Lekin shunaqa, lekin nima sababdan 40% lik muvofiqlik qoidasini qo'shdi? Buni sababi
omad ko'charib, gambling, qimor savdosi kiradigan, kirmaydigan, yaxshi savdo qiladigan treyderlarni ajratib olish uchun 40% muvofiqlik qoidasini qo'shdi. Bu juda yaxshi, 40% juda yaxshi, normal. Chunki 3 kun bir xil risk bilan bir xil foyda qilib ketadigan bo'lsangiz, bemalol 40% muvofiqlik qoidasini qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, o'zim bu profilma bilan 1 yildan beri ishlab kelaman. Hech qanday anaqasi yo'q, muammo bo'lgani yo'q. Shu vaqtgacha O'zbekiston fuqarosi bo'lib, men o'zim aytyapman, O'zbekistonda pul yechish, pul chiqarish to'g'risida hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Hozirgacha 20 ming dollardan oshiq pul yechdim. Hech qanday muammosiz tushirib berdi. Maksimum bir hafta ichida pulingizni tushirib beradi. Panelda o'tadigan bo'lsak, panelga mana shu holatda bo'ladi. Hozir bu yerda menda express hisob, menda ikkita express hisob bor. Bu yerlarda kombaynlar ko'rib turibmiz, bular failed bo'lgan hammasi. Xo'p. Endi sizda ham xuddi shunday panel ochiladi. Mana bu zonada siz mana bu joyda sizda nimalar statistikaga ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana menikini ko'rishingiz mumkin. 50 minglik express hisob, jonli savdo hisob, 1,5 ming dollar foyda bo'lgan. Mana 3 kun savdo kuni bo'ldi. Hop, mana bu joyda bo'lsa bizda sertifikatni ko'rsak bo'ladi. Meni sertifikatim bor. 4-fevral kuni o'tildi. Mana Ehsonboy G'ofurov dedi. Hop. Mana payout bo'limiga o'tamiz. Endi yana indinga pul yechish jarayonida yana ko'rsatib o'taman va lekin mana biroz to'xtalamiz. Bu yerda mana bemalol mana tugallangan mana fondning pullarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana. Bemalol Visa karta, bank hisobingizga bemalol yetishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bu Topstep Pro firmasining yana bir afzalligi nima? Bu o'zini savdo platformasi bor, juda qulay mana. Bosadigan bo'lsak, Topstep X turibdi va Topstep X ga bosadigan bo'lsangiz, sirazi o'zini savdo platformasiga olib o'tadi. Menda hozir ham mana savdoyimiz ochiq, mana ko'rib turibmiz. Mana hozir 80 dollar atrofida foyda turibmiz mana. Ko'rdik-a? Hop, unga yarasha bezubikka olib o'tib qo'yamiz mana. Hop. Mana bu juda qulay o'zini platformasi bor. Bemalol maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. O'shani hisobiga, o'shaning ham juda qulay. Bu birinchi shotimiz, ikkinchi shotimiz. O'tamiz. Mana hozir ko'rib turganimiz 501.565 dollar. 1, 2, 3 kun savdo bo'ldi va erta inding savdo qilganimdan keyin men pul yechish imkoniyati ochiladi. Mana shu payout bo'limida bu yerda sizda deydi, mana bu zonada, mana bu joyda biz akkauntimiz chiqadi va balansimiz ham ko'rinadi. Qancha yetish imkoniyatimiz ham ko'rinadi. Bu profit pul taqsimoti qanday bo'ladi? Hozir mana bu 1506. Erta inding ishlaydigan bo'lsam, deylik 2000 dollar ishlaydigan bo'lsam, 2000 dollarda 50% ni chiqara olamiz. Bu gap 1000 dollar. 1000 dollarda muvofiq foyda taqsimoti 90 ga 10. O'zinikini 5000 dollargacha hech qanday komissiyasiz beradi foydangizni va 5000 dollardan oshgandan keyin 90 ga 10 nisbatda ishlashadi. Sizga 90% foydangiz, 10% o'zlariga olib boradi. 5000 dollardan keyin bitta shot uchun 5000 dollargacha sizga bez komissiya oladi. O'zlarining hech qanday komissiyasini olmasdan beradi. Va 5000 dollardan keyin sizga 90 ga 10 deylik 1000 dollar pul chiqargan bo'lsangiz, sizga o'zining 100 dollarini olib va 20 dollar komissiya, transfer komissiyasini olib qoladi. Qolgan sizga 800 dollar, 790 dollaringizni tashlab beradi. Xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Hozir buni men o'zim ko'rsataman. Mana bu holatda. Hop, deylik. Mana 20 dollar olingan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. 1814 dollar bo'lsa, bizda ko'ryapmiz 1794 dollar, 20 dollar transfer feesini olgan. Chunki bu yerda bitta hisobim hali 5000 dollar foydaga yetmagan edi. O'shani hisobiga mana hech qanday profit simple yo'q. Bu yerda ko'rinib 0 turibdi. Faqat komissiya transfer uchun olingan. Endi bu joylarga ko'radigan bo'lsak, mana profit simple ham bo'lgan. 200 dollar 10% o'zini qonunmasini olib qo'ygan, foydasini va qolganini menga tashlab bergan. Shu nimasida ishlaydi, foydasida. Juda qulay va juda platformasi ham juda yaxshi ishlashga. Qisqacha o'zim bilgancha tushuntirdim. Endi qolganini savollar bo'lsa, bemalol video tagida yozib qo'ysanglar, unga qarab yana boshqa video chiqarishim mumkin. Order filled. Hammaga rahmat.